Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol beribdilar. Junub bor uyga farishta kirmaydi degan gap bor, shu sahihmi? Bu to'g'risi hadis kelgan. Bu hadis Imom Abu Dovud, Imom Nasailar rivoyat qilishgan. U hadiski la tadkhulul malaikatu baytan fihi sura wala kalb wala junub. Malaikalar it bo'lgan, surat bo'lgan, junub inson bo'lgan uyga kirmaydi degan hadis bor. Malaikalar it bo'lgan, surat bo'lgan va junub bo'lgan uyga malaikalar kirmaydi degan hadis. Bu hadisdagi malaikalar kirmaydi deganligidan maqsad shuki, rahmat va baraka malaikalari kirmaydi. Inson amalini yozadigan malaikalar, ular doim inson bilan birga bo'ladi. Hech ular insondan ayrilmaydi. Bu hadisdagi malaikalar uyga kirmaydi degandan maqsad, takror aytamiz, qanaqa malaika? Rahmat farishtalari, barakot olib keladigan farishtalar, sakina olib keladigan farishtalar, mana shu farishtalar kirmaydi. U doimiy farishtalar kiraveradi. Endi hadisga qaytsak, shu hadisda zohiridan qarasak, hozir go'yoki shu 3 toifa narsa mavjud bo'lganda farishtalar uyga kirmaydi deyilyapti. Bu hadis sahih zaifligi ixtilofli bo'lgan hadis. Xosatan mana shu junub degan joyi, ana shu joyida ixtilof bor. Shu joyi sahihmi, yo'qmi? Chunki la tadkhulul malaikatu baytan fihi sura wala kalb. Malaikalar surat bo'lgan, it bo'lgan uyga kirmaydi degan ikki qismini zikr qilgan hadis sahih. U Sahih Buxoriyda kelgan, Sahih Muslimda kelgan va boshqa yana sunan kitoblarida kelgan hadisning o'sha qismi sahih. Lekin mana bu qismi, 3-chi toifani qo'shganligi va junub ham bor uyga kirmaydi degan qismi, mana bu Imom Nasai rivoyati, Imom Abu Dovud rivoyatida kelgan ana shu ixtilofli qismi. Imom Buxoriy mana shu ziyodasini zaif degan. Bu ziyodasi zaif degan. Imom Buxoriy o'zlarining sahihlarida bir bob yozganlar. Babu kaynunatil junubi fil bayti idza tawaddaa qabla an yaghtasil. Junub odam uyda o'tiraveradi, tahorat qilsa bo'ldi. G'usl qilmasdan ham uyda o'tiraveradi degan. Ibn Hajar rahimahulloh Imom Buxoriyda bu boblarini sharhlab aytganlarki, Buxoriy bu bob qo'yishdan maqsadi yuqoridagi hadisdagi junub bor uyga farishta kirmaydi degan joyini zaifligiga ishora qilyapti. O'tiraveradi deyapti. Ya'ni u hadis zaif degandek qilyapti. Ana shuning uchun bu hadis ixtilofli. Buni ustiga hozir isnodida uni zaif raviylar bo'lishiga qaramasdan hadisda bu matniga ham, ya'ni junub bor uyga farishta kirmaydi degan joyiga boshqa sahih hadislar teskari kelgan. Masalan, Sahih Buxoriyda hadis bor. Umar radhiyallohu an Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan. Ayarqudu ahaduna ya Rasululloh va huwa junub. Birimiz junub holda uxlasak bo'ladimi deb so'ragan Rasulullohdan. Umar radhiyallohu an. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Na'am, idza tawaddaa ahadukum falyarqud va huwa junub." Ha deganlar. Birlaring tahorat qilsa bo'ldi. Junub holatida ham uxlasa bo'laveradi deganlar. Mana shu hadis Sahih Buxoriyda kelgan sahih hadis, yuqoridagi hadisga teskari kelyapti. U hadis o'zi hali zaif hadis. Ulamolar mana shunaqangi sahih hadisga teskari kelib turgan zaif hadisni munkar hadis deyshadi. Shuning uchun ham bu hadisni munkar deyishgan. Qaysi qismi? Takror aytamiz. Bu yerda e'tiborli bo'lish kerak. Hadis munkar deb hamma joy emas. Aynan ana shu junub degan qo'shimchasi munkar deyiladi. Bu hadisning mana shu qismi sahih emas. Endi Imom Navaviy aytganlarki, Imom Nasai aytganlarki, bu hadisni sahih bo'lgan taqdirda ham jamlanadi. Ya'ni zaif demagan taqdirda ham jamlasa bo'ladi. Imom Navaviy shuning uchun o'zlarining sunanlarida bob qo'yib, junub bor uyga farishta kirmaydi qachon agar tahorat ham qilmagan bo'lsa deb ziyodasini qo'shib qo'yganlar. Ana shunaqa qilib bu hadisni jamlaganlar. Agar sahih bo'lsa, aslida u hadis sahih emas, yuqorida aytganimizdek. Sahih deyilgan taqdirda ham mana shu ma'noda jamlanadi. Chunki Rasululloh yuqorida Umar radhiyallohu anhu ga junub holatda uxlashga ruxsat berganlarida tahorat qilsanglar uxlaveringlar deyaptilar. Xuddi shunday Imom Buxoriy ham kaynunatil junubi fil bayti idza tawaddaa. Junub inson uyida tahorat qilsa yotaverishligi deb keltiryapti. Mana shu eng yaxshi jamlangan usul. Agar hadislar ikkalasi asl bir-biriga to'g'ri kelmagan taqdirda ham, ya'ni biri zaif bo'lgan taqdirda ham
o'shani sahih desak ham hattoki mana shunaqa deb jamlanadi. Ya'ni junub inson uxlasa bo'laveradi. U uyga farishta ham inshaalloh kiraveradi. Faqat o'sha inson tahorat qilib yotishlik kerak. Mana shu hadislarda o'rtasida jamlangan eng yaxshi ma'no va yoki ba'zi ulamollar aytgandek, yuqorida aytganimizdek, u hadis o'zi mutlaqo zaif deyishgan. Xulosa shu, junub inson tahoratsiz uxlasa bo'ladimi deganda, junub inson g'usulsiz uxlasa bo'ladimi deganda, junub inson g'usulsiz uxlasa bo'laveradi. Tahorat qilib uxlashligi afzal, ammo g'usul qilishligi bu shart emas. Hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlari ham junub holda uxlagan vaqtlari bo'lgan, tahorat qilib, ya'ni junub holda uxlaganlar. Shuning uchun bu hadis, yuqoridagi hadis junub inson uxlashligini man qilmaydi. Vallohu alam.